Bolalar asosan 1 yoshdan 4-5 yoshgacha doktorga boradida, ular davolanadi, antibiotik oladi, gormon oladi, simptomatik davo qilinadi, tuzatadi. Lekin birdaniga 3-4 yoshdan keyin burni yaxshi ishlamay qoladida. Keyin bu mutaxassis aytadiki, bitta lorga borib ko'ringlar dedi. Menga kelgandan keyin biz endoskopda burunni ichkari ko'rganimizda adenoid allaqachon 2-3 daraja bo'lib ketgan bo'ladida. Keyin biz so'raymiz, lor qabulda qachon bo'ldilaring? Go'shi bor ekan burunda desam, ona shokka tushib qoladi. Qachon bu o'sishga ulgurdi? Biz har safar mutaxassisga borardik. Ko'p siz boradigan mutaxassislar asosan tomog'ini ko'radi, faqat tomog'ini davolaydi, o'pkasini davolaydi, lekin quloq bilan burunga ularni ko'radigan apparatlar, endoskoplari yo'q-ku. Endi shunda ona nima qiladi? Harom bo'lib qoladi. Buni lorga ertaroq borish kerakligini kim aytish kerak? Sizlarga savol, 1 yoshdan 4 yoshgacha bolalar qaysi mutaxassisda ko'proq bo'ladi?